Redmi 15 7000 batareyka zo'r ketadi deb eshitdim. Endi ko'ramiz. Bismillah. Tak, makulatura Redmi 15. Ichida 35 wattlik blok питания, kabel Type-C va telefonning o'zi. Bismillah. Chexol. Chexol mana uni ichida bo'lsa kerak. Mana chexoli ham bor. Chexol bepulga yonida kelgan, o'zida kelgan, cho'tki gap yo'q. Matoviy, такой красивый. Mana telefonchani o'zi. Juda katta ekan, lekin cho'tki. Endi dastavkaga zo'r ketadimi, zo'r ketmaydimi aytaman. O'chiravering.